Koreyada olgan pravangiz O'zbekistonda o'tmaydi degan gapni menimcha ko'pchiligimiz eshitganmiz. O'zbekistonning rasmiy manbalariga ko'ra, Koreyada yoki umuman chet elda olingan prava, ya'ni haydovchilik guvohnomasi O'zbekistonda umuman tan olinmaydi degani emas ekan. Uni belgilangan tartibda O'zbekiston pravasiga almashtirish mumkin. Faqat buning uchun ma'lum talablar va amaldagi nazariy amaliy imtihonlardan yana bir bor o'tishingiz kerak bo'lar ekan. Endi savol: siz chet elda prava olib, keyin O'zbekistonga qaytib kelganingizda qanday jarayonlardan o'tgansiz? Qaysi hujjatlarni tayyorladingiz? Imtihon topshirdingizmi? Pravani qanday almashtirdingiz? Real tajribangiz bilan bo'lishib ketsangiz, menimcha ko'pchilikka juda foydali bo'lardi. Xuddi shunday, O'zbekistondan prava olib, keyin chet elga, aytaylik Koreya yoki Amerikaga borgan bo'lsangiz, sizlarda jarayon qanday bo'lgan? O'zbekistonda olgan pravani chet el pravasiga qanday almashtirdingiz? Imtihon topshirdingizmi yoki boshqa tartibda oldingizmi? Tajribangizni kommentlarda yozib qoldiring. Bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'lishi va foydali bo'lishi mumkin va bu menga juda ham qiziq.